Xorazm bilan Farg'ona yo'li bu chiroyli. Mana men yaxshi ko'rganim uchun bolaligimdan quymoqloq shu dadaxon akamlari Qobiljon Yusupov, O'rinboy Nuraliyev, Nazirjon Nazarovlarni shunaqa yaxshi ko'rganman. Meni tengqurlarim ham hozir unutishganda. Men yaxshi ko'raman, bog'lanaman, gaplashaman, qo'shiqlarini o'rganaman. Agar bugun mana Farruxbekni ajoyib sozanda ukalari, do'stlari bilan kelishgan. Nazirjon akam Nazarovni Tong chog'i degan qo'shiqlari bor. Ozgina xirgoyi qilaman. Tong chog'i sarvinozim asta qiyolab o'tdi. Tong chog'i sarvinozim asta qiyolab o'tdi. Tushgach nigohi menga ta'zim bajolab o'tdi. Tushgach nigohi menga ta'zim bajolab o'tdi. Ta'zimiga egib bosh hurmat ishora etsam, hurmat ishora etsam, mastona ko'z uchunda sharmu hayolab o'tdi. Mastona ko'z uchunda sharmu hayolab o'tdi. Tong chog'i sarvinozim asta qiyolab o'tdi. Sozandalar, rahmat. Yigitlar birinchi notadanoq o'zlari bilib chalishdi. Darvoqe imkoniyatdan foydalanib, ustoz, benazir san'atkor, suxandon, shoir Qo'qondiy Latifning mutlaq atoqli farzandi domla Charxiyning shogirdi Nazirjon Nazarovga omonlik tilaymiz. Nazirjon aka, mabodo bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sog' bo'ling ustoz. Mingga kiring. Bizga nur bo'lib yuring. Siz bilan har doim gaplashganimda ruhlanaman, o'rganaman. Sog' bo'ling. Juda ajoyib oliyjanob insonlar. Endi go'zallarim, Mahliyoxon, Muxlisaxon. Bizga yana bitta mehmon taklif qildik. Mana hozir siz tong chog'i qiyolab o'tdi dedingiz-ku. Tong chog'idan bizni ham eshigimizni, studiyamiz eshigini taqillatgan mehmon bor. Mana ular hozir turibdilar, va'dishmasam farzandlari bilan kelibdilar, bir kichkina bolacha bilan keldilar.